4-qism. Tarbiya qoidalari. 1. Qiziqtirish va tartibga intilish. Qiziqish eng yaxshi undash. 2 va 3 yoshli bolalarni ko'pincha ularning ixtiyoriga qarshi har kuni doktor Suzukining skripka darslariga qo'llaridan ushlab olib kelishadi. Ular qiziqish bilan atrofga qaraydilar, sakraydilar, yo'lakda o'ynaydilar, ammo skripka chalishga umuman qiziqmaydilar. Agar ota-onalar ularni musiqa o'rganishga majbur qilsalar, butun harakatlari bola yig'lashi va asabiylashishi bilan tugaydi. Bolalar skripkadan nafratlana boshlaydilar. Ularning bunday keskin munosabati bolaning 3 yoshlarida uyg'onadigan o'zlikni anglash va shaxsiy meni bilan bog'liq bo'lib, bunday hissiyotlar hech qanday zo'ravonlikka toqat qilmaydi. Shuning uchun boshida doktor Suzuki bolalarga istalgan ishlarni qilish imkoniyatini yaratadi. Biroq skripkaga yaqin yo'latmaydi. Tez orada kichik o'quvchi tinchlanadi va zavq bilan boshqa bolalar o'ynashini tomosha qiladi. 2-3 oy davomida bola uning do'sti o'ynayotgan butun pyesani eslab qoladi va unda ham harakat qilib ko'rish istagi paydo bo'ladi. O'qituvchi esa bolaning ishtiyoqi avjiga chiqishini kutadi. Shundan keyingina unga birinchi darsni o'tadi. Hamma bolalarda tayyorlanish davri turlicha bo'ladi. Eng uzog'i 6 oydir. Doktor Suzuki usulining asosiy qoidasi qiziqish uyg'otishdir. Bu esa eng yaxshi undashdir. Uning fikricha, majburlash o'qitishning eng yomon yo'li. Agar bolada skripkaga qiziqish uyg'onsa, u qisqa vaqt ichida katta natijalarga, ba'zida o'qituvchining kutganidan ham ortiq yutuqlarga erishadi. Yaxshi ko'rsagina ishining ustasi bo'ladi. O'rganilayotgan fanga bolada qiziqish uyg'otish bu eng yaxshi pedagogik usuldir. Shuning uchun ota-onalarning asosiy vazifasi bolaga o'rgatishni istagan narsaga uni qiziqtirishdir. Masalan, bolaga hisoblashni o'rganishning o'rniga uni raqamlarga qiziqtirish yaxshiroq. Unga yozishni o'rgatishdan ko'ra, yozuv jarayoniga qiziqtiring. Boshqacha qilib aytganda, ota-onaning vazifasi bolani o'qishga tayyorlashdir. Bunday qiziqishni uyg'otish uchun zarur shart-sharoitlarni ham yaratmoq kerak. Masalan, bolada chizishga istakni hosil qilmoq uchun uning atrofida yetarlicha qalam va qog'ozlar bo'lishi kerak. Bolaga zarur sharoitlar yaratmay, biror narsaga nisbatan xohish paydo qilish, kuchukka ovqat bermasdan uni o'tirishga o'rgatishdek gap. Ota-onalardagi musiqa yoki rassomlikka beparvolik sababi ularga yosh paytida majburlash usuli qo'llanilganligi yoki qiziqtirish uyg'otish uchun zarur sharoitning yaratilmaganidadir. Bolaga bir maromda bo'lgan hamma narsa yoqadi. Amerikada ingliz tili darsi bo'yicha mashhur plastinka bor. Tulki haqidagi she'r matni bir maromda chalingan shunday musiqa bilan birga keladiki, men kabi yosh katta odam ham raqsga tushib ketadi. So'zlar o'z-o'zidan bir maromdagi musiqa sabab hech qanday tayyorgarliksiz yoki maxsus ta'limsiz oson eslab qolinadi. Afsuski, Yaponiyada tilni musiqa yordamida o'rgatish texnikasi ishlab chiqilmagan. AQShda bolalikdan tilni o'rganish uchun bolani majburlash o'rniga qiziqtirishga harakat qilish orqali katta yutuqlarga erishiladi. Ko'pchiligimiz o'qish so'ziga salbiy munosabat bildiramiz. Salbiy munosabatimiz sababi shundaki, bizning ongimizda o'qish o'z irodasiga qarshi bo'ysundirish ma'nosida tushuniladi. Ammo o'qish rohat olish bilan eslanishi lozim. Shundagina biz katta yutuqlarga erisha olamiz. Masalan, bir rohibning 3 yoshli o'g'li hech bir mashaqqatsiz barcha sutralarni o'rganib oldi. Chunki otasi har kuni ertalab ularni kuylar edi. Ammo agar uni yodlashga majburlashganda, bu bola uchun juda qiyin masalaga aylanar edi. Bolalar qiziq narsani to'g'ri va qiziq bo'lmagan narsani noto'g'ri deb hisoblaydilar. Siz bolani devordagi yirtilgan gul qog'ozlar uchun urishasizmi? Qanday qilib unga buning yomon ekanini tushuntirasiz? Siz uchun yaxshi va yomon tushunchalari o'z shaxsiy tajribangiz va umuman qabul qilingan axloqiy me'yorlar bilan bog'liq. Ammo
Yosh bolada bunday tajriba yo'q. U gul qog'ozni yirtish yaxshi yoki yomon ekanligini anglashi uchun biror narsaga tayana olmaydi. Agar uni qattiq qo'ysangiz, ehtimol bu ishni noxush oqibatlardan saqlanish uchun qayta qilmasligi mumkin. Shu bilan birga, bu voqea boladagi unib chiqayotgan ijodkorlik istagini so'ndirishi mumkin. Bolalar psixologi Seishiro Aoki bolada yaxshi va yomon tushunchalari shakllanishini maxsus tadqiq etdi hamda bola uchun yaxshi, qiziq va ajoyib ma'nolarni anglatishi haqida xulosa qildi. Masalan, gazetalarda ko'pincha bola o'g'irlash voqealari haqida yozishadi. Bola bexatar uyga qaytgach, undan nega begona odam bilan ketganini so'rashganida, ko'pincha qiziq amaki ekanligi uchun ketdim. U yomon odam emas, deb javob beradi. Bola o'g'rilari bola psixologiyasini yaxshi biladiganga o'xshaydi. Ular o'yinchoq va qiziqarli gaplar bilan bolada qiziqish uyg'otishadi. Yosh bola esa quvontiradigan, qiziq gaplar aytadigan amaki bo'lsa, uni yaxshi odam deb hech shubhalanmay o'g'riga ergashib ketadi. Bunday yaxshi va yoqimli tushunchalar erta go'daklik davri uchun to'g'ri keladi. Bola asta-sekin tajriba orttiradi. Endi u yaxshini maqtov eshitiladigan narsa deb tushunadi. Agar bola biror topshiriqni bajarsa va maqtov eshitsa, u buni to'g'ri, ya'ni yaxshi deb biladi. Buning aksi, uni qo'yishsa yoki jazolashsa, demak u yomon ish qilganini anglaydi. Yomon tushunchasi noxush tuyg'ularni eslatadi. Masalan, siz doim bolaning skripkada yomon chalgani yoki kitobni yomon o'qiganini malomat qilasiz. Bola esa mashaqqatlar keltiruvchi butun o'rganish jarayonini yomon deb tushuna boshlaydi. Ko'pchiligimiz yoshlikdan musiqa yoki ingliz tili darslaridan nafratlanamiz, chunki biz ularni noxush tuyg'ular bilan yodga olamiz. Shuning uchun bolaga o'z tushunchangizdagi yaxshi va yomon nima ekanligini majburlab emas, u yaxshi ish qilganida yoqimli hissiyotlar, yomon ish qilganida esa noxush hissiyotlar orqali tushuntirish ancha samarali bo'ladi. Farzandingizning qobiliyatlari rivoji maqtov va jazolash usullaridan qanchalik muvaffaqiyatli foydalana olishingizga bog'liq. Bolaning qiziqishini mustahkamlash kerak. Bola tarbiyasida qiziqtirish eng yaxshi omildir. Ammo shu o'rinda bir muammo bor. Bolaning biror narsaga qiziqishi juda tez yo'qoladi, chunki uning qiziquvchanligi cheksizdir. Agar uni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, uning e'tibori bir narsadan ikkinchisiga sakrab o'taveradi. Albatta, bu uning yoshiga xos va uning e'tiborini birgina narsada majburlab ushlash unga teskari, ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolaning qiziquvchanligi dunyoni anglash hamda uning aqliy va ma'naviy rivojlanishi uchun muhim shart hisoblanadi. Men bolaga to'liq erkinlik berishni ham tavsiya etmas edim. Bola uchun bitta predmet bilan ovora bo'lib qolish va biror narsada o'z e'tiborini bir muddat jamlay olmaslik birdek xavflidir. Natijada u yengil tabiat bo'lib ulg'ayishi mumkin. Matu Yamashi do'koni maslahatchisi bo'lib ishlayotgan otadan olgan xatimda bolaning qiziqishlari yaxshi kurtak yozib, jarayonda davom etayotganligi haqida hayotiy misol bitilgan edi. Katta o'g'li 1 yosh 2 oylik bo'lganida qandaydir sabab bilan unda no harfiga qiziqish uyg'otgan. Buni sezgan ota-ona ovqatlanadigan stoldagi sushi xaltachasidan tortib televizor kabi buyumlargacha no harfini ilib qo'yganlar. Har safar buyumlardagi harfni ko'rsatib no deb aytganlar. Keyin 1 yosh 4 oylik bo'lganida alifbodagi ABC ni yodlab olgach, amaliy usulda katta harflar X, Y, Z, W, T, F, H, N, M kabilarni o'rgatishga kirishganlar. Bola esa ularni darhol yod olgan. 1 yosh 6 oylik bo'lganida avtomashina, elektr asboblari ishlab chiqaruvchi kabilarning rusumlariga qiziqish uyg'ongan. Oldin ishlab chiqaruvchi nomini olib, markani ko'rsatishgan. Keyin aksincha markani ko'rsatib, ishlab chiqaruvchi nomini so'rashgan. Bir qarashda ota-onaning bu usuli ahmoqona ko'rinsa-da, ayni harakatlari orqali bolaning qiziqishini kuchaytirib, uni rivojlantirishga sharoit yarata olganlar. Tevarak atrofdagi ko'pgina qiziq narsalar orasidan bola doimo o'ziga
qiziqarli narsalarni topa oladi va u olamida unga hech kim kerak bo'lmaydi. Ammo odatda u hali ham kattalarning yordamiga muhtojlik sezadi. Katta odam bolada paydo bo'lgan qiziqishni qanchalik tez anglashi va e'tibor berishi, bu qiziqish keyinchalik jiddiy shaklda rivojlanishi yoki so'nishiga olib keladi. Shuning uchun ayni vaqtni boy bermaslik muhimdir. Biz bolaning qanday qiziqishlari qobiliyat darajasida rivojlana olishini bilmaymiz, lekin unda bu qiziqishlarni rivojlantirish uchun imkoniyat bo'lmog'i kerak. Takrorlash bola qiziqishini rag'batlantirishning eng samarali usuli. Agar katta odam ayni bir hikoyani bir necha marotaba tinglashga majburlansa, unga bu juda zerikarli tuyuladi. Men o'zim sabrsiz odamman va bir narsani 2 marotaba tinglashga toqat qila olmayman. Ammo yoshligimda ota-onamdan ertaklarni ko'p marta takrorlab o'qishlarini so'rardim va tinglashdan hech charchamas edim. Takrorlash bola miyasida shakllanadigan aloqalar uchun juda muhim. Uning tavsiya qilinishiga sabab shundaki, u bolani zeriktirmaydi. Chunki go'daklikda u zerikishni bilmaydi. Bu davr bola miyasida to'g'ri shakllar hosil bo'lishini, kelajakda uning aqliy va ma'naviy hayotini belgilaydigan eng yaxshi fursatdir. 3 oylik bolaga murakkab musiqa asari bir necha marotaba takroran qo'yib berilsa, eslab qolishi mumkin. Bolaning ma'lumotni qabul qilish qobiliyati g'oyatda ulkandir. Bu davrdagi takrorlash yana bir muhim vazifaga ega. Ertak va qo'shiqlarni ko'p takrorlash orqali bola uni yod olib, biror bir hikoya yoki qo'shiqni yanada kuchliroq yoqtira boshlaydi va u haqida o'zining cheksiz savollarini berishda davom etadi. U yoqtirgan ertagini yodlab oladi va uning asosida dunyo haqidagi qiziqishini ma'lum vaqtga qadar qondiradi. Qiziquvchanlik inson taraqqiyoti uchun juda muhim orzu-istaklarni uyg'otadi. Biror narsa qilish istagi oppoq qog'oz holatida paydo bo'lmaydi. Qiziqish xohish istaklarni uyg'otadi. Keyin istakning o'zi insonni yuksaltiradi. Ertaklarni takroran eshitib, tarbiyalangan go'dak 1-2 yoshidan ulg'aygunga qadar rasmlarga qiziqishini namoyon qiladi. Keyin esa harflarni taniydi va oxiri o'qishni o'rganishni istaydi. Men o'z farzandini ko'p ishlagani tufayli 1 yil u 2 oyga internatga topshirgan ota-onani bilar edim. Bola uyiga qaytib kelganida rivojlanish darajasi ancha orqada edi. Ammo 4 yoki 5 yoshlarida unda birdan musiqaga, ayniqsa skripkaga va pianino mashg'ulotlariga qiziqish uyg'ondi. Ota-onasi taajjubda qolib, birdan uyg'ongan qiziqish qanday paydo bo'lganini tushunmadilar. Internatda bola yetarli darajada intellektual rag'batlantirish olmaganligi, ammo uxlashdan avval bolalarga Mozart va Schubertning kuylari plastinkada qo'yib berilishidan xabardor edilar. Bir tomondan yetarli darajada intellektual rag'batlantirish bo'lmaganligi, boshqa tarafdan bir xil musiqa kuylari takrorlanishi uning aqliy qobiliyatini sekinlashtirdi, ammo musiqaga sezuvchanlikni oshirdi. Bu hikoya ibratli bo'lib, go'daklikda bola rivojlanishi uchun turli ta'sirlar haqida jiddiy fikrlarni uyg'otadi. Bolaning tasavvuri va xayollari unda ijodiy qobiliyatni rivojlantiradi. Ko'pgina ota-onalar o'z farzandlarini ijodkor shaxs etib tarbiyalashni istaydilar. Ammo qo'rqamanki, zamonaviy tarbiya tizimida ijodiy qobiliyatlarni go'daklikdan rivojlantirish yetarli darajada samarali emas. Ijodkorlik nima? Aniq ta'rif berish mushkul. Ammo eng oddiy ma'noda u charaqlab ko'zga tashlanayotgan qiziqish, tasavvur hamda ichki hissiyotning mustaqil namoyon bo'lib, u yuqori darajaga ko'tarilganda kashfiyotlar, ixtirolar shaklida ko'rinishidir. Uning eng yuqori darajasida ijodkorlik, aql, bilim va tasavvur birlashtiriladi. Shubha yo'qki, ijoddagi muvaffaqiyatlar ildizi shaxsiy va hissiy idrok etish hamda go'daklikdagi tajribalarga borib taqaladi. Boshqacha qilib aytganda, bolalik tasavvurlari katta odamga real hayotdan uzoq tuyulsa-da, haqiqatda ijodiyot kurtaklari hisoblanadi.
Masalan, siz bolaga biror o'yinchoq sovg'a qildingiz, aytaylik, hayvoncha. U o'zini shu hayvon bilan tenglashtirib, hayvonot bog'iga borib ko'rgan tajribasiga asoslanib, o'zining ko'nikmasi yoki eshitgan ertagi asosida u haqida bir hikoya to'qishi mumkin. Masalan, biror bir rasm uning tasavvurini shu qadar ta'sirlantirishi mumkinki, katta odamlar bunga qodir bo'lmaydilar. Aytishlaricha, Leonardo da Vinci yoshligida shiftda uchayotgan alvaslar va u yerdagi yoriqlar, dog'lar orasida qimirlayotgan har xil maxluqlarni ko'rgan. Katta odam choynak chizadi. Bola esa bu rasmda og'zi ochiq baliqni ko'radi. Kattalar bolani urishib, "Ahmoqona gaplarni gapirma, bu choynak", deydi. Ayni javob xato bo'ladi va bu endi ochilishga tayyor g'unchani yakson qilish bilan barobardir. Quyidagi 5 yoshli bolaning yozganlari bo'lib, haqiqatan qiziqarli ijod mahsulidir. Bunda onaning qanday yo'l tutib tarbiyalagani juda muhim. Zeniya olgan savat ichida tilla tangalar bor ekan. Uni uyga olib kelibdi. Shunda tilla tangalar bargga aylanibdi. Yana qoya tagida savat bor. Bu savatni ozgina ochib qarasa, ichidan ko'p mevalar chiqibdi. Zeniya ularni yebdi. Keyin maysazor paydo bo'libdi. Gullar ochilibdi. Shunday qilib, tamom. Bolada ichki hissiyotlarni, 6-hissiyotni rivojlantiring. Biz bilamizki, insonda 5 ta sezgi a'zosi bor. Ko'rish, eshitish, hidlash, ta'm bilish va teri sezgisi. Ammo unda 6-hissiyot, ichki sezgirlik ham bor. 6-hissiyot tufayli, masalan, ko'pgina ayollar erining xiyonati haqida aniq biladilar. Agar jiddiy gapirsak, ichki sezgirlik bu biror bir e'tiborga loyiq muvaffaqiyatning muhim shartidir. 6-hissiyoti bor insonlarni men sezgisi kuchli odam deb aytaman. Barcha buyuk ixtirochilar ulkan bilim va tajribalarga qaramay, ichki sezgilarga ham tayanganlar. Ichki sezgirlik 5 ta sezgi o'rnini bosadi. Shuning uchun u eng qadimgi va asosiy hissiyot hisoblanadi. Ichki sezgirlikni yana mantiq va sog'lom fikr chegarasidan chiquvchi hayvoniy tuyg'u deb ham atashadi. Avval aytganimdek, bola 3 yoshgacha hayvonga yaqinroq bo'ladi, ya'ni u mantiqan fikrlay olmaydi va o'z his-tuyg'ulariga tayanadi. Buni yodda tutish va uning hissiy rivojlanishini rag'batlantirish juda muhimdir. Qandaydir ko'nikmalarni o'rgatish orqali ularning hissiyotlarini so'ndirmaslik kerak. Unga mantiq va dalillar asosida ta'sir ko'rsatmaslikka harakat qilish zarur. Bunga alohida misol kerak deb hisoblayman. Doktor Suzuki yozgan kitobida hissiyotni rivojlantirishning muhim jihatlari hisobotga olingan holati ko'rsatilgan. Bu Doktor Suzuki Shugun ismli ko'zi ojiz bolaga skripka o'rgatgan paytidagi holatdir. Boshida skripkaning shaklini ham bilmaydigan, qorong'u dunyoda yashaydigan bolaga juda mohirona texnik usullar kerak bo'lgan. Skripkaning musiqiy ijrosi u kabilar uchun imkonsiz deb o'ylagan bo'lsa-da, javobgarlikni o'z bo'yniga olib, o'qitishda barcha usullarni qo'llab, sabr bilan unga ustozlik qildi. Suzuki dastlab skripka tutqichini o'ng chap, tepa pastiga harakatlantirib mashq qildirdi. Keyin chap qo'l kaftini skripka tutqichiga qo'yib, skripka tutqichini ko'rsatgan. Boshlanishida bola noto'g'ri joyini ko'rsatdi. 2 hafta o'tib 2-3 marta to'g'ri ushladi. Nihoyat kaftida uzoq vaqt, kichik bosh barmog'ida bir marta bo'lsa ham juda aniq ushlaydigan bo'ldi. 1 yillik harakatlar natijasida Sadakazu har kuni jamoat zalidagi konsertda mutlaqo oson bo'lmagan kuyni ajoyib tarzda ijro etdi. Bu shubhasiz uning skripka holatini qalb ko'zi bilan ko'ruvchi 6-hissiyotning mashq qildirgani g'alabasidir. Ichki sezgirlik 5 ta hissiyot yig'indisi bo'lgani sababli uni rivojlantirish ularning barchasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bola tarbiyasida jinsiy farq yo'q. Ota-onalar farzandlari tug'ilishi bilan bu bola mehribon, fahm-farosatli va kuchli inson bo'lishini xohlayman qabilida yaxshi niyat va orzu qiladilar.
Bu ota-ona qalbi deb atalib, xudbinlik, shuhratparastlik kabilardan mutlaqo yiroqdir. Lekin farzandi kim bo'lishi haqida orzulaganlarida uning jinsini hisobga oladilar. U siyosatchi bo'ladimi yoki olimmi? Umid qilamanki, u go'zal va aqlli qiz bo'ladi. Nima sababdan biz yangi tug'ilgan o'g'il va qizga turlicha munosabat bildiramiz? Aslida 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning tashqi ko'rinishida unchalik katta farqi yo'q. Ba'zida biz ularni hatto tashqi ko'rinishlaridan ajrata olmaymiz. Ba'zi tillarda go'dak so'zi chaqaloqning qiz yoki o'g'il bola ekanini aniq ko'rsatmaydi. Ilm-fan ham jinsiy farqlanishlar 3 yoshdan keyin namoyon bo'ladi degan fikrda. Mashhur bolalar psixologi Van Arnstein bir qator tadqiqotlar o'tkazgandan so'ng faqatgina 3 yoshdan keyin bola o'z xatti-harakatlarida jinsiy mansublikni namoyon qiladi va 4-5 yoshlariga kelibgina o'yinlarda yaqqol ko'rsatadi degan xulosaga keladi. Shunday qilib, 3 yoshgacha bolalar o'rtasidagi jinsiy farq faqat bolaning jinsiy a'zolari shaklida ko'rinadi. Shunga qaramay, ota-onalar o'z farzandlarini ularning jinsini inobatga olib tarbiya qiladilar. Masalan, yangi tug'ilgan o'g'il bolani ko'k rangda, qiz bolani esa pushti rangda kiyintiradilar. Bolaning didi hali rivojlanmagan vaqtda o'g'il bola pushti kiyim kiyishi va qiz bola ko'rshapalak, mashina o'yinchog'ini o'ynashda qanday yomonlik bor? O'g'il bolada qo'g'irchoqqa qiziqish uyg'onsa, uni olib qo'yish kerakmi? Nima sababdan unga doim o'g'il bola ekanligini eslatib turish lozim? Nima uchun qiz bola kurash bilan qiziqishi mumkin emas? Nemis shoiri Rilkega qiz bola kiyimini kiydirib, qiz boladek tarbiya qilishgan, ammo u bundan qiz bola bo'lib qolmadi. Qiz bola o'g'il sifat va o'g'il bola qiz sifat bo'lib qolishi haqida qayg'urgandan ko'ra, ota-ona bolaga bu boradagi qarashlarni uqtirishi, uning ruhiyatiga qanday zarar ko'rsatayotgani haqida mulohaza qilmoqliklari zarur. Yosh bolaga jinsiy mavzularda haqiqatni aytinglar. Oxirgi paytlarda jinsiy tarbiya ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilinmoqda. Asosiy savol, jinsiy tarbiyani qachon boshlash kerak? Boshlang'ich sinflardami yoki o'rta sinfda? Men bu savolni noo'rin deb bilaman. Nima sababdan inson tanasidagi jinsiy a'zolarni ma'lum davrgacha boladan yashirib, keyin maktab yoshiga yetganda o'rgatilishi kerak? 2-3 yoshdagi boladan buni yashirib, yolg'on gapirib o'rgatib kelinsa, keyin birdan jinsiy ta'lim haqida gapira boshlasak, o'rgatadigan katta yoshdagi odamga ham, o'rganayotgan bolaga ham noqulaylik tug'iladi. Go'dak o'zining qiz bola yoki o'g'il bola ekanligini his etmasida, 2 yoki 3 yoshida bu borada savollar berishni boshlaydi. Masalan, cho'milayotganda otasi va onasining tana a'zolari boshqacha tuzilganini ko'radi. Albatta savollar beradi. Oilada yana bir farzand tug'ilsa, u qanday qilib uka yoki singil dunyoga kelganini so'raydi. Bola bunday savollarga aniq javob olishi kerak. Bolaga hazillashish yoki yolg'on gapirish kerak emas. Ota-onaning noqulay ahvolga tushishi bu mavzuni taqiqlangan narsa kabi qiziqarli bo'lib tuyulishiga olib keladi. 2-3 yoshdagi bolaning ichki tuyg'ulari unga yolg'on gapirayotganliklarini seza oladi. Bola buni bildirmasligi mumkin, ammo ota-onaning g'alati xatti-harakati uning qiziqishi kuchayishiga sabab bo'ladi. Bolaning jinsiy hayot haqidagi haqiqatni bilishiga hali erta deyish adolatsizlikdir. Jinsiy mavzularni chiroyli so'z orqali to'g'ri tushuntirish kerakki, bolada bu mavzuga tabiiy bir jarayondek munosabat shakllansin. Bu mavzuni taqiqlangan deb tushunuvchi kattalar esa yoshlikda noto'g'ri tarbiya olgan. Kun tartibi bolada vaqt tushunchasini shakllantiradi. Zamonaviy bola uchun televizorsiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun ota-onalar o'z farzandlari bilan aloqani yo'qotmaslik uchun ular ko'rayotgan teledasturlarni tomosha qilmoqdalar. Televizor go'dak hayotida soat vazifasini bajarmoqda, chunki unda hali vaqt tushunchasi mavjud emas. Har bir dastur biror bir hodisaga bog'langan. Ota ishga ketadi, ota ishdan keladi, uxlash vaqti va boshqalar.
Televizion dasturlar muntazamligi bolada vaqt tushunchasini shakllantiradi. Odatda go'dak faqat bugun bilan yashaydi. Uning uchun o'tmish va kelajak tushunchalari mavjud emas. Taxminan 2,5 yoshida, aniqrog'i gapirishni boshlaganida, bola avval, keyin, kecha va ertaga nima ekanligini tushuna boshlaydi. Boshqacha qilib aytganda, bola nutqni tushuna boshlaganida va gapirishni o'rganganida unda vaqt tushunchasi paydo bo'ladi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, go'dak hozir kelajak va o'tmish tushunchalarini televizion dasturlar yordamida anglay boshlagan. Televizion dasturlarning muntazamligi nonushta, tushlik, otaning ishdan kelishi kabi oilaviy hayotdagi hodisalardan aniqroqdir. Televizor bola kunini tartibga solishda yaxshi xizmat qilishi mumkin. Muntazam tartibga rioya qilish nafaqat bolaga yaxshi odatlarni o'rgatishda, balki unga vaqt tushunchasini shakllantirishda ham zarur. Ba'zi onalar bolalariga ular sanashni o'rganishdan avval soat bo'yicha vaqtni o'rgatadilar. Go'dak soat millari ma'nosini tushunmaydi va unga soat 8 uxlash vaqti bo'ldi deb tushuntirish foydasiz. Bola soat 8 bo'lgani uchun emas, balki qorong'u tushgani va uyqusi kelayotgani uchun uxlashga yotadi. Muntazam kun tartibi bolada vaqtning taxminiy tushunchasini ishlab chiqadi. Bu tartib bola uchun soat vazifasini o'taydi. Yangiliklar dasturi bolaga to'g'ri so'zlashda ko'mak beradi. Bir onaning aytishicha, uning 2 yoshli o'g'li har kuni radio va televizordagi yangiliklar dasturini tinglash orqali to'g'ri so'zlashni o'rganmoqda ekan. Hali so'zlarni bilmaydigan bola uchun murakkab so'zlari ko'p bo'lgan yangiliklar dasturini eshittirishdan nima ma'no dersiz? Biroq masala albatta yangiliklarning ma'nosini tushunishida emas, balki to'g'ri talaffuz, urg'u va ohang bilan til shaklini yaratishda. Savodsiz nutq va noto'g'ri talaffuz bola ulg'ayib borayotgan muhit natijasidir. Muhit bizning ongimizda o'z irodamizga qarshi o'chmas iz qoldiradi va buni hech narsa bilan o'chirib bo'lmaydi. Agar katta odam nutqida biror bir o'zgarish bo'lsa, bu uning farzandiga, farzandidan esa nabirasiga o'tadi. Shunday qilib, tildagi barcha xatoliklar avloddan avlodga o'tib boradi. Agar to'g'ri nutq bola ongiga mustahkam o'rnashsa, keyinchalik u ommaviy axborot vositalarida ko'p ishlayotgan jargonlar ta'siridan qochib qutula oladi. Yoki ulardan foydalangan taqdirda ham bola tiliga salbiy ta'sir o'tkazmaydi. Ikkinchi, go'daklikda fe'l-atvorni tarbiyalash. Musiqiy uyg'unlik go'daklikda samarali o'zlashtiriladi. Filmlarda ko'pincha oila yoki bir guruhdagi do'stlar bo'sh vaqtlarini birgalikda kuylash bilan o'tkazishlarini ko'rsatishadi. Musiqiy ta'lim olmagan oddiy qishloq aholisi jo'r bo'lib, zavqlangan holda kuylaydilar. Ularning tovushi xush ohang va uyg'un bo'ladi. Albatta bu film bo'lgani uchun desak-da, yaponiyaliklarda keragicha musiqiy ta'lim olinib, musiqaning o'qilish usulini yodlab olishsa ham bunday kuylanmaydi. Go'dak musiqaviy savodxonlikni alohida notalar yordamida emas, balki hamohanglik asosida o'rganadi. Bu esa tovushlar o'rtasidagi farqni ularni solishtirish orqali tushunishga yordam beradi. Tovushlar birikmasi unga tovushlarning o'zaro munosabati va har bir tovushning alohida sifatlarini his etishiga yordam beradi. Kuy va ohanglarni mukammal ravishda farqlash qobiliyatini ulg'aygan insonda rivojlantirib bo'lmaydi, ammo go'dakka to'g'ri musiqaviy ta'lim berilsa, bunga erishish mumkin. Musiqa ta'limi diqqat e'tiborni jamlash qobiliyatini rivojlantiradi. 1970-yili Osakadagi ko'rgazmada Birlashgan Millatlar Tashkiloti sharafiga bag'ishlangan yosh skripkachilar konserti bo'lib o'tdi. Konsert soat 11:00 da boshlandi. Ammo ertalab soat 8:00 da ko'pgina bolalar, shu jumladan 3 va 4 yoshli bolalar, sovuqqa qaramasdan o'z kuylarini takrorlar va skripkalarni sozlab maydonda turardilar.
Men bu bolalarning sobit qadamligidan taajjubda qoldim. Albatta, yosh bola bolaligicha qolishi, tiyrak hamda qiziquvchan bo'lishi kerak, ammo tiyraklik va qunsizlik bir narsa emas. Oxirgisi katta odamda g'oyatda istalmagan sifat hisoblanadi. Biror narsa diqqatini uzoq muddat jamlay olmaydigan shaxs har bir masalada bekorga vaqt va kuch sarflaydi. O'zida yuqori darajada diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantirgan shaxsning yuksak afzalliklari bor. Musiqa maktabi o'quvchilari intizomli va yaxshi tarbiya ko'rgan hisoblanadi. Balki siz bu bolalarning ota-onalari qattiqqo'l, shundan bolalar yoshlikdanoq zerikarli va jiddiylar deb o'ylarsiz. Bunday emas. Ular o'zlarini yaxshi tutishlariga sabab darslarda ota-onalari bo'lgani uchun emas, balki hech bir qiyinchiliksiz yuqori darajada diqqatni jamlay olish qobiliyatiga ega ekanligidadir. O'qish-o'rganish ular uchun oson va bir xil vaqtda boshqa bolalarga nisbatan ko'proq vazifalar bajarishga ulguradilar. Shunday qilib, ularda ko'proq bo'sh vaqt qoladi. Doktor Suzukining skripka darslariga qatnagan barcha bolalarning ota-onalari ta'kidlashicha, ularning farzandlari imtihonga tayyorlanayotganlarida hech qiynalishmagan. Ko'p vaqt hovlida bolalar bilan o'ynashlariga qaramay, hech bir zo'riqishsiz yaxshi o'qishgan. Bu savol mutlaqo aqlli bolani kashf qiladi. Xushchaqchaq, zukko va umumqabul qilingan stereotipdagi rangi ketgan, oriq, ko'zoynakli bolaga sira o'xshamaydi. Konfutsiyning musiqa bilan hamohanglikda ta'limotida aytilishicha, musiqa qalbni yumshatadi va fe'l-atvorni yaxshilaydi. Musiqaviy mashg'ulotlar muntazam mashqlarni talab etadi. Bu o'z navbatida diqqatni jamlash qobiliyatini tarbiyalaydi. Shunday qilib, musiqa ham fe'l-atvorning to'g'ri shakllanishiga hissa qo'shadi. Skripka chalish yetakchilik fe'l-atvorni rivojlantiradi. Erta ta'limning antiqa dalillaridan biri sanalgan skripka ta'limi, oldingi bandda aytib o'tganimdek, diqqatni jamlovchi kuchni rivojlantirish bilan birga yana bir ajoyib, foydali jihatni namoyon etadi. Bu ko'p odamlarni yig'a oladigan kuch, ya'ni yetakchilik qiladigan insonni tarbiyalashidir. Boshqa insonlarni boshqarish qobiliyati faqatgina katta odamlarga xos va bu sifat kattaroq yoshda tarbiyalanadi degan tushuncha mavjud. Aslida yetakchilik xususiyatlari ko'pchilik o'ylaganidan ertaroq rivojlana boshlaydi. Har bir bolalar guruhida kimdir, albatta yetakchi rolini o'ynay boshlaydi. Doktor Yamashita o'zining Bola psixologiyasi nomli kitobida ta'kidlashicha, yetakchilik qobiliyatiga ega bola uning atrofida boshqa ko'pgina bolalar bo'lsa ham doimo o'z fikrlari va qilayotgan ishlarini aniq maqsadga yo'naltirgan bo'ladi. O'yin yoki boshqa mashg'ulotlarida u doim biror yangi narsa ixtiro qilishga intiladi hamda o'z fikrlarini tatbiq etish uchun birinchi bo'lib harakat qiladi. Bu sifatlar skripka mashg'ulotlarida ham shakllanadi. Hech qanday ajablanarli tomoni yo'qki, Doktor Suzukining o'quvchilari rangi siniqqan daholar emas, balki yetakchilik qobiliyatida moyil quvnoq va shijoatli bolalardir. Bu bolalar o'z vaqti soati bilan har bir jamiyatga zarur yo'lboshchilar bo'lib ulg'ayadilar. Bunga yaqqol misol Doktor Suzukining sevimli o'quvchisi bo'lgan Toyota Koji janoblaridir. Toyota janoblari dunyodagi eng mashhur orkestrlardan biri bo'lgan. Berlin radio eshittirish orkestrining konsertmeysteri bo'lgan. Konsertmeyster barcha orkestr a'zolarining vakili bo'lib, a'lo darajadagi yetakchilikni talab qila oladigan lavozimdir. Janob Toyotadan tashqari Doktor Suzukining skripka chalish darsidan dunyoning eng mashhur orkestrlari yetakchilari yetishib chiqqan. Ularning barchasi 30 yoshlardagi o'spirinlar bo'lib, tili ham, odatlari ham, ruhiyati ham bir-biridan farq qiluvchi Germaniya, Amerika kabi davlatlarning musiqachilariga qo'shilganlar. Shunday qilib, Doktor Suzukining ko'plab talabalari dunyoning eng mashhur orkestrlari sifatida peshqadamlik qilganlar. Go'daklikdagi musiqiy ta'lim bolaning hatto tashqi ko'rinishida ham aks etadi. Odamning tashqi ko'rinishi naslga butunlay bog'liq hisoblanadi.
Ammo odamning tashqi ko'rinishi uning hayoti qanday kechayotganiga qarab o'zgarishini biror marta bo'lsa ham payqaganmisiz? Albatta, ko'zlar va burun shaklini butunlay o'zgartirish uchun plastik jarrohlik yordami kerak. Biroq umuman olganda tashqi ko'rinish va o'zini tutish hayotiy sharoitlar natijasida keskin o'zgaradi. Ayniqsa bu o'zgarishlarni bolalarda yaqqol kuzatish mumkin. Masalan, musiqa tinglayotgan yoki musiqa darslari olayotgan bolaning tashqi ko'rinishi shubhasiz shu mashg'ulotlar tufayli o'zgaradi. Biz erta rivojlanish uyushmasida bir guruh yangi kelgan va bir-biridan sira farq qilmaydigan go'daklar orqali tadqiqot o'tkazdik. So'ng guruhdan ayrim bolalarni tanlab olib, ularga Mozartning kichik tungi serenadasini eshittirdik. 4 oydan so'ng bu bolalar boshqalaridan farqlar, ular tetikroq va ko'zlari yorqinroq edi. Mashhur yapon musiqa tanqidchisi Maruo o'z xatida menga shunday yozgan edi. Tovushlar odamga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ziyrak va g'amxo'r onalar Ikkinchi jahon urushidan beri bolalar qanday o'zgarganini ehtimol sezgandirlar. Bu o'zgarish 3 ta sabab tufaylidir. Birinchi, onalarning madaniyat darajasi o'sganligi. Ikkinchi, ovqatlanish yaxshilanganligi. Uchinchi, bolalarga tovushlarning ta'siri kuchayganligi. Maruo musiqa inson yuz ifodasini o'zgartirishiga ishonadi. U bunday qiziq holatga bir necha marotaba duch kelgan. Shuning uchun musiqa insonni go'zal qiladi degan qat'iy ishonch bilan odamning musiqaga sho'ng'ishi usulidan foydalanadi. Uning fikricha, bir oylik chaqaloqqa faqat nutqni tinglash yetarli emas, balki u radio, televizor, magnitofon yozuvlari orqali musiqani ham eshitmog'i lozim. Maruo hakam sifatida ishtirok etgan musiqiy dasturlarda tomoshabinlarning yuz ko'rinishini kuzatar ekan, ularning musiqiy tomoshalardagi qo'shiq turiga qarab o'zgarib borishni sezadi. Musiqa yig'ilganlarning yuzini o'zgartirdimi? O'xshash chehrali tomoshabinlar bir xil musiqani yoqtirishadimi? Qabilidagi savollarga asoslangan holda juda qiziq kuzatishlar o'tkazish mumkin. Shuningdek, Maruo musiqa insonlarni go'zallashtirishdan tashqari, Chamorrojining bir usulida musiqiy rohat, ya'ni musiqaga singib, unga berilish orqali chiroyli bo'lish usulini topgan. She'r yodlash xotirani mustahkamlaydi. Qor eriydi daraxt shoxida. Kabutar g'ug'ular u yerda. Boq mushuk bolasi ohista yurar, to'kilgan kuzgi barglar ustida. Emaklar va kular go'dak, u 2 yoshga to'ldi. Bugun ertalab. Bu an'anaviy yapon she'ri haiku. O'rta asrlar oxiridagi shoir Isso Kabayasi tomonidan yozilgan. Bizning qobiliyatlarni tarbiyalashga asoslangan tajriba maktabimizda bunday haikular xotirani mashq qildirib, mustahkamlash uchun o'rgatiladi. Haikular bizning tajribalarimiz maqsadiga mos keladi, chunki ular qisqa va bir maromda bo'lib, yodlash uchun osondir. Shuningdek, ular yosh bolalar she'riyati talablariga javob beradi. Yodlash uchun mo'ljallangan she'rlar bolada oliyjanoblik hissiyotlarini tarbiyalamog'i, shu bilan birga go'zal, nozik va butun umr davomida eslashga loyiq bo'lmog'i lozim. Bundan tashqari, ular bolaga yoqishi kerak. Boshida bolalar har kuni Issa she'rlaridan bittadan yod oladilar. Ularga she'rlarning ma'nolarini aytgan holda qiziqtirib yod oldiradilar. Ertasiga yana shu she'rni takrorlatib, keyin yangisini o'rgatadilar. Shunday qilib, bola xotirasini mashq qiladi va bundan rohatlanadi. Agar birinchi marotaba bola eslab qolishi uchun she'rni 10 marta eshitishi kerak bo'lsa, keyingi safar unga 3-4 marta, keyinchalik 1 marta qaytarish ham yetarli bo'ladi. Taxminan bola 1 yilda Issaning 170 ta she'rini yodlar ekan. Takrorlash ilm olish garovi. Bu aksioma. Agar bola she'rning bir qatorini unutsa, uni boshidan oxirigacha qaytarsin.
Shunday usulda xotirasini mashq qilgan odam butun hikoyani 4 yoki 5 marotaba o'qishdan so'ng eslab qoladi. Ba'zi o'quvchilar xotirani mustahkamlashning bu usuliga shubha bilan qaraydilar. Men ham boshida Issaning haykusi bolalarga to'g'ri kelmaydi degan fikrda edim. Biroq bu mashg'ulotlardan maqsad faqat yodlash emas, balki bolada estetik tuyg'ularni, uning aqliy qobiliyat va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish hamdir. Bolaning miyasi o'z xotirasida 100 dan 200 gacha kichik she'rlarni saqlashi mumkin. Biroq foydalanilmasa, xotira zanglaydi. Undan qanchalik ko'p foydalanilsa, shunchalik faol ishlaydi va rivojlanadi. Bu takrorlashdan zavq olishi davomida uning yodda saqlash qobiliyatini mashq qildirish lozim. Bir ishdagi muvaffaqiyat boshqa ishlarda o'ziga ishonch uyg'otadi. Biz bir necha bor ta'kidlaganimizdek, skripka chalish darslari yoki chet tilini o'rganish mashg'ulotlari bolani daho qilib o'stirish uchun emas, balki uning umumiy aql zakovatini rivojlantirishga ko'maklashishdir. Bola uchun o'z diqqat e'tiborini faqat bir narsaga qaratgandan ko'ra, o'zini kengroq sohalardagi turli mashg'ulotlarda sinab ko'rish foydaliroq. Boshqa tomondan, agar bola bir sohada muvaffaqiyatga erishsa, bu unda o'ziga ishonch uyg'otadi va u boshqa mashg'ulotlarda yaxshiroq natijalarga erishadi. Bu kabi misollar juda ko'p. Doktor Suzukining sinfida 3 yoshli juda uyatchan, yig'loqi bola bor edi. U boshqa bolalarga nisbatan yomonroq gapirar, uning ustidan kulishar va o'yinlarga qo'shishmasdi. O'sha bolaga skripka chalishni taklif qilishganida yig'lab yuborardi, hatto skripkaga qo'l ham tekizmasdi. Sabr-toqatli doktor Suzukining mashg'ulotlariga bir necha oy qatnaganidan keyin bola skripka chala boshladi. 6 oydan so'ng esa pizzicattoni hammadan yaxshi ijro etadi. Bu unga o'z kuchiga ishonch uyg'otdi. U o'z shaxsiy tashabbusi bilan shug'ullanib, ota-onasini taajjublantirdi. Shuningdek, boshqa ishlarda ham kirishimliroq va harakatchan bo'lib qoldi. U ko'pincha o'zini dirijor qilib ko'rsatardi. Qo'shni bolalar orasida tashabbuskor bo'lib oldi. Uning nutqi butunlay to'g'rilandi. Bu kabi misollar faqatgina bolalik davriga tegishli emas. Men talabalik davrimda boshqa fanlarni yomon ko'rar edim. Ingliz tilini yaxshi ko'raman deydigan g'alatiroq bola bo'lardi. Ingliz tili avval mutlaqo yangidek tuyulgan. Keyin sekin-asta shug'ullanish orqali so'zlarni yaxshi yod ola boshlagan. Keyin u boshqa fanlarga ham qattiq kirishib, yaxshi natijalar ko'rsatdi. Ayniqsa chet tilidagi so'zlashishlar o'ziga ishonchini oshirish bilan birga uni yaxshi ko'rib, unda yanada ravon gaplashadigan bo'ldi. Shu tarzdagi o'zgarishlar katta odamlar bilan ham yuz beradi. Ammo ruhiy kechinmalari chuqur bo'lmagan yosh bolalarda bunday o'zgarishlar ancha osonroq kechadi. O'yin qartalarini jamlash bola fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Hamma bilsa kerakki, o'yin qartasida yuzi pastga qaragan qarta juftini topish degan o'yin bor. Qartaning orqasiga o'girib ikkitadan tarqatiladi. Bir qarashda juda oddiy ko'rinadigan o'yin, ammo hozir o'ynab ko'rsangiz bu kattalar uchun juda murakkab bo'lib, 2-3 yoshdagi bolaga osongina yutqazishingiz mumkin. Bir marta farzandingiz bilan o'ynab ko'ring. Bu o'yin hech qanday mahorat talab qilmaydi, faqatgina xotiraga tayanadi. G'olibona boshlasangiz yaxshi, lekin charg'ishingiz hech gap emas. Oxirida bilmagan holda qartani o'girib qarasangiz, farzandingiz e'tiborli ekanligiga guvoh bo'lasiz. Bunga qarama-qarshi o'laroq, farzandingiz sizning qiynalib o'ynaganingiz kabi qiyinchiliklarga duch kelmay, ikkala qartani ham osongina qo'lga kiritadi. Albatta, sizning xotirangiz boshqalardan farq qilgan holda yomon bo'lmasligi mumkin, lekin farzandingiz xotirasidan jiddiy farqlanadi. Bu farq qayerdan kelib chiqqan? Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, javobini topamiz. Bola qarta holatini oddiygina yoddan eslab qolayotgani yo'q. U qarta holatining barchasini butun bir shakl sifatida tanib, miyasiga ko'chirib oladi. Ya'ni qarta tarqatilayotgan vaqtda uni birgina rasmli shakl sifatida eslab qoladi.
Bu biz shu paytgacha tez-tez takrorlayotgan bolaning qiyofa, shakl tanish qobiliyatiga o'ziga xos bir misoldir. Biz kattalar qarta holatini bitta-bitta, o'ngdan nechanchi qator, pastdan nechanchi qator deb eslab qolishga harakat qilganimiz sababli bolaga teng kela olmaymiz. Bu kabi qiyofa tanish bolaning ustun bo'lgan qobiliyatlaridan biridir. Har bir qiyofaning xususiyatini darhol aniq ilg'ab olganligi uchun o'ylab qarasak, u qadar donolarcha eslab qolish usuli yo'q. Masalan, bola bir martada eslab qolsa, ko'chada ketayotgan avtomashinani bir ko'rishdayoq qaysi davlatning qanday avtomashinasi ekanligini aniq aytadi. Buni ham qiyofa tanish qobiliyati sababli topa oladi. Shunday qilib, bolalar aql idrokini o'yin va musiqa orqali tabiiy ravishda o'stirib boramiz. Biz ota-onalar bunga qo'ldan kelgancha yordam berishimiz kerak. Bizning bu harakatlarimiz farzandlarimizning kelajagiga katta ta'sir ko'rsatadi. 3. Ijodkorlik va ko'nikmalar. Farzandingiz qo'liga qalamni imkon qadar ertaroq tutqazing. 8 oydan boshlab go'dak qo'llarida qalam ushlay oladi. Bolaning sog'lom rivojlanayotganini boshqa omillardan ko'ra, uning ushlab turish qobiliyati namoyon etadi. Bu yoshda bola onasini noiloj holatda qoldirib, kitoblarni yirta, o'yinchoqlarni bo'laklarga ajrata boshlaydi. Boshqacha qilib aytganda, bola o'z shaxsiyatini namoyon qiladi. Bolaning xatti-harakatlarini aql bilan yo'naltirish darkor. Chunki bu kelajakda ijod qilish qobiliyatini shakllantiradi. Unga rangli qalamlar tutqazing. U esa albatta istagan joyini bo'yay boshlaydi. Agar unga qog'oz bersangiz, bir nechta qiyshiq chiziqlar chizadi va ehtimolki uni yirtib yuboradi. Siz uchun bu qing'ir qiyshiq yozuvlar, ammo bola uchun o'z fikrini ifodalashdir. Biroq ko'pgina ota-onalar bolaning ushbu fikr ifodalashga bo'lgan intilishni bilmagan tarzda so'ndiradilar. Ular bolaga o'z qarashlarini zo'rlab o'tkazadilar. Qalamni bunday ushla, olmalar qizil bo'lishi kerak, doirani bunday chiz, kitobni yirtma, qog'ozni yerga tashlama, stolga yozma. Jajji bir go'dak uchun taqiqlar ko'plik qilmaydimi? Ba'zida yosh bolasi bor uy o'zining tozaligi va tartibliligi bilan odamni lol qoldiradi. Odatda mehmon uyni shunday tartibli tutgan va bolaga ham qarashga ulguradigan onani maqtaydi. Aslida ertadan kechgacha bolaga qarash uyni ozoda saqlash uchun hech qanday vaqt yoki kuch qoldirmaydi. Uyni toza tutishga bo'lgan harakati farzandining ijodiy rivojlanishiga xalaqit berishini bilish ona uchun kutilmagan ma'lumot bo'lishi mumkin. Bola qo'llari orqali qiladigan barcha ishlari, rasm chizishi, o'yinchoqlarni otishi, qog'oz yirtishi uning aqlini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Farzandingizga qanchalik erta qalam bersangiz, natija shunchalik yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga, har daqiqa uni to'xtatsangiz, ijodiy qobiliyatlari rivojlanishiga xalaqit bergan bo'lasiz. Chizish uchun bir o'lchamdagi qog'oz. Bu bir qolipdagi odam. Illyustrator rassom Hiroshi Minabe hozirgi kunda mavjud 3 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasidan qoniqmaydi. Uning ba'zi bir fikrlari menga e'tiborga loyiqdek ko'rinmoqda. Masalan, uning aytishicha, rasm chizishdan avval rassom uning qaysi o'lchamda bo'lishini hal qiladi. Bolaga esa bir o'lchamdagi qog'ozni beradilar va shu bilan uni tanlash imkoniyatidan mahrum qiladilar. Xuddi shunday munosabatni boshqa masalalarda ham kuzatamiz. Masalan, bolaga faqat maxsus yosh bolalar kuylari va ertaklari mos keladi deb hisoblashadi. Katta odam tasavvurining torligi bolaning tasavvurini cheklaydi. Bolalarga bir xil o'lchamdagi qog'oz berilganida, ular beixtiyor barcha rasmlar faqat shu o'lchamda bo'lishi kerak. Ota-onam va tarbiyachilarim shuni xohlashadi degan fikrda bo'ladilar. Bunday tor dunyoda kichik rasmlar chizsam, onam xursand bo'ladi. Bog'cha opamdan maqtov eshitaman degan tor tushunchadagi bola tarbiyalanadi. Bola birinchi marotaba qo'liga qalam olganida va toza qog'ozda iz qoldirishi mumkinligini anglaganida g'oyat ulkan dunyoni ko'radi.
Bu ulkan dunyo bir o'lchamdagi qog'ozdan ancha kattadir. Men bolaga juda katta o'lchamdagi qog'ozni berardim, toki uning ustida emaklab chiza olsin. Bir o'lchamdagi qog'oz ijoddan mahrum va hayotiy bardoshga ega bo'lmagan bir qolipdagi odamni tarbiyalaydi. O'yinchoqlar ko'pligi bolaning diqqatini parishon xotir qiladi. O'yinchoqlarning tashvishga soladigan bir jihati bor. Menga Yaponiyada onalar bolalariga o'yinchoqlarni juda ko'p olib beradigandek tuyuladi. Ko'pincha do'konlarda kuzatganlarim, bola o'ziga yoqqan o'yinchoqni sotib olishni talab qilib, qattiq jazavaga tushadi va ota-ona chida olmasdan o'yinchoqni sotib oladi. Bunday paytda amerikalik ota-onalar bola yig'laydimi, baqiradimi, zinhor o'yinchoq sotib olib berishmaydi. Amerika oilalarini kuzatadigan bo'lsak, tug'ilgan kuni va yangi yildan boshqa payt bolaga o'yinchoq xarid qilmaydilar. Bolalarni o'yinchoq do'koniga olib borgan holatlarni kamdan kam uchratasiz. Bola xohlagan barcha narsani olib berish aslo onaning muhabbati sababli emas. Aksincha, bolaga yomon ta'sir o'tkazmaslik fikri tufaylidir. Men ham nevaramning kayfiyatini ko'tarish uchun o'z injiqligimdan o'yinchoq sovg'a qilaman va qizimning bundan ko'p jahli chiqadi. O'yinchoq olib berganim uchun tanbeh eshitganim ahmoqona gap bo'lsa-da, Amerika oilalarini ko'rib, bu umuman yaxshi emas deb mulohaza qilinadi. Ko'pgina psixologlar fikricha, bolaning atrofida ortiqcha o'yinchoqlar bo'lishi bolani ezib qo'yadi va fikrini jamlashi qiyin kechadi. Bola bitta o'yinchoqni yaxshiroq o'ynaydi va u bilan turli o'yinlar o'ylab topadi. Uning tasavvurida bir taxta bo'lagi yoki choynakning singan qopqog'i ertakdagi uycha yoki ajoyib ko'lga aylanishi mumkin. Bu esa do'kondagi qimmat o'yinchoqdan ancha qiziqarliroqdir. Shunday qilib, bolada o'zgacha fikrlash va ixtirochilikni rivojlantirishni istasangiz, u so'rayotgan barcha narsani sotib olib bermang. Bu bilan umuman teskari natijaga erishasiz. O'ta tartibga solingan xona bola o'sishiga to'sqinlik qiladi. Juda g'amxo'r onalar bolaga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan hamma narsani olib tashlashga harakat qiladilar. Bola emaklash yoki yurishni boshlaganida tebranib yuradi va doimo vazalarni tushirib yuboradi. Elektr simlariga yopishadi. Beton polda sirg'anadi. Albatta, onalar o'z farzandini barcha xavf-xatardan omon saqlashni va uning yo'lidagi barcha xavfli narsalarni olib tashlab, faqat to'mtoq va bola ko'tara olmaydigan og'ir narsalarni qoldiradilar. Yaqinda axloqsizlik munozarasida mashhur yozuvchi Sakakuchi Angoning ayoli yozgan kitobni o'qidim. Unda quyidagilar yozilgandi. Ango doim o'z xonasini oyoq bosishga joy qolmaydigan darajada betartib qilar, xotini tartibga solib yig'ib qo'ysa, Asa imkon boricha betartiblik qilar edi. Faqat Angoningina emas, yozuvchi va rassom kabi ijodiy ish bilan shug'ullanadigan insonlarning xonasi odatda ajablanarli tarzda betartib bo'ladi. Ularni kichkina savdo do'koni deyish mumkin. Bu holat ularning sermahsul ijod namunalari bilan aloqador deb o'ylayman. Shunday qilib ular bola atrofida deyarli vakuumni hosil qiladilar. Men bola rivojlanishi uchun qo'l bilan ushlashning foydasi haqida aytib o'tgandim. Madam Montessori tavsiyasiga ko'ra, ongli ravishda bolaga qattiq va yumshoq, qo'pol va nozik, to'mtoq va o'tkir, og'ir va yengil predmetlarni taklif qilish zarur. Bola uchun uning atrofidagi barcha narsa qiziq. U qo'lini tekkizadi va paypaslaydi. Ba'zida to'kib yuboradi yoki bo'laklarga bo'lib yirtadi. Bu uning o'sayotgan qiziquvchanligi va ijodiy salohiyatidan dalolatdir. Bolada tartib haqida shaxsiy tasavvur mavjud. Bola uchun mutloq tartibli uyda yashash zararli bo'lsa-da, men uyda tartibsizlik bo'lishi kerak deb ta'kidlamayman. Bir necha marotaba aytganimdek, uning miyasida faol ravishda andaza hosil bo'ladi va bu uni ranglar, shakllar joylashgan tomonga jalb qiladi. Shakllarni tanish qobiliyati doimiy takrorlash natijasida rivojlanishiga asosan, men bir predmetni doim bir joyda topa olsam, boshqa ko'nikmalarni ham o'rganishda bo'lgani kabi,
unga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga keldim. Bu haqda Jean Piaget professori Montessori xonim ko'p hayotiy misollar keltiradi. Masalan, 5 oylik bolani bolalar aravachasida sayr qildirib, sariq devordagi oq marmar toshbosma tomon yuzlanganda, bola uni ko'rib quvonadi. So'ng har kuni shu tomonga yuzlanib, bola toshbosma oldiga kelganda ko'zlari chaqnab ketadi. Bundan tashqari, doim ko'rib o'rgangan stol tepasidagi qizil soyabon olib qo'yilganida bola yomon holatga tushadi. Hammomda cho'miltirilayotganda o'ng tomonni chap tomonga almashtirganda kasalga o'xshagan horg'in holatda qoladi. Stul tepasidagi yostiq holati o'zgartirilsa, yig'laydigan bola bir qolipdagi muhitning o'zgarishini sezadi. Bola o'z hayotidagi har bir o'zgarishga o'ta ta'sirchandir. Ba'zida go'dak o'zidan o'zi yig'lashni boshlaydi. Ishtahasi yo'qoladi, harorati ko'tariladi. Bu alomatlar uning atrofida bo'lgan o'zgarishlarga nisbatan ta'sirlanishi bo'lib, katta odam buni payqamasligi mumkin. Boshqacha aytganda, har qanday o'zgarishlar bolaning tartib to'g'risidagi tasavvurini izdan chiqaradi. Agar bu o'zgarishlar unga yoqmasa, albatta o'z munosabatini bildiradi. Biz tushunishimiz shartki, katta odamlarga nisbatan yosh bolalar o'zgarishlarga ko'proq ta'sirchan bo'ladilar. Go'daklar narsa buyumlarni alohida emas, balki bir-biri bilan bog'liqlikda qabul qiladilar. Bu o'z navbatida ularning rivojlanishiga ko'mak beradi. Shuning uchun biz kattalar bolaning atrofdagi barqarorlik va tartib to'g'risidagi tushunchalarini buzishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlardan yiroq turishimiz zarur. Bolaga kuzatuv sharoitini ta'minlang. Xayolimga ko'pincha aravachada yotgan chaqaloqning quruq shift yoki chivinlarga qarshi dokadan boshqa narsani ko'ra olmasligi kelardi. Ba'zida uning o'rniga katta odamning yuzi paydo bo'ladi va tezda yo'qoladi. Bu yaxshi emas. Bola biror narsaga qarashi zarur. Butun dunyoda ota-onalar belanchak ustiga shiqildoqlarni osib qo'yishadi. Bu yetarli ekanligiga amin emasman. Italiyalik go'dak yoshidagi bolalar ta'limi tadqiqotchisi Montessori xonim mening bu xavotirlarimga qo'shiladi. Uning ta'kidlashicha, bu yoshdagi bolalar barcha sensor his tuyg'ularni zo'r ishtiyoq bilan o'zlashtiradilar. Ammo bu ehtiyoj bola doimiy ravishda o'z belanchagi yoki aravachasida chalqancha, ya'ni tepaga qarab yotganida qoniqtirilishi mumkin emas. Kattalar doimiy ravishda bolaga engashsalarda, bu bolaning g'ashiga tegadi. Chunki u boshini qimirlata olmay, yo'qolayotgan narsa ortidan kuzatishga harakat qiladi. Bolaning ustida har daqiqa egilish yoki uni o'yinchoqlar bilan ko'mib tashlangandan ko'ra, bolani yonboshlatib yotqizishni taklif qilaman. Bunda u atrofni kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday holatda go'dak aravachadan tashqarida bo'layotgan hodisalarni ko'rishi mumkin. O'yinchoqlar chiroyligina emas, qo'l uchun yoqimli ham bo'lishi kerak. Rassom Hiroshi Manabe o'zining betakror rassomlik mahorati bilan mashhur. Uning o'z farzandlari bilan amalga oshirgan tajribasi asosida bolalarni tarbiyalash nazariyasi ham mavjud. Men ularga hech qachon tayyor o'yinchoqlar sotib olmayman. Ularga qismlar to'plamini beraman va ulardan o'zlari o'yinchoq yig'ishlari mumkin. Yig'ishning uddasidan chiqa olmayotgan bo'lsalar, yig'lashni boshlaydilar. Ammo ularga hech kim yordam bermasligini biladilar. Agar o'yinchoqqa ega bo'lishni istasalar, uni o'zlari yasashlari kerak. Shuning uchun bolalar bor kuchlarini ishga solib harakat qiladilar. Bu ajoyib tarbiyaviy usul bolaga yutuqqa erishish baxtini beradi. Ammo faqat tayyor o'yinchoqlarga ega bolalar bunday baxtdan mahrum bo'lganlar. Biroq muhim jihati shundaki, qismlardan iborat o'yinchoq bolaning yoshiga mos kelishi kerak. Aks holda bu usul unga nisbatan zulmga aylanadi. Bolalar do'konida yorqin va ajoyib o'yinchoqlar ko'pligidan hatto katta odamning ko'zlari o'ynab ketadi. Biz oxirgi tiyinimizgacha pul sarflab olgan narsalarimizni ko'rib, bola ham zavq olishiga umid qilamiz. Ammo odatda bola yangi o'yinchoq bilan bir necha daqiqa o'ynaydi, keyin uni tashlab ketadi. Har bir ota-ona buni tajribada kuzatgan. Tayyor o'yinchoqlar kamdan kam holatlarda bolalarga yoqadi, chunki ular atrof muhit bilan deyarli umumiylikka ega emas.
Go'daklarga o'yinchoqning chiroyli va qiziqarli bo'lishi yetarli emas. Ehtimol yuradigan temir yo'l poyezdi o'yinchog'ining qanday yurishini kuzatib, relslarni yig'ib olib ko'proq o'ynar. Montessori taklifi bo'yicha hayotdagi mavjud predmetlarga o'xshaydigan o'yinchoqlar to'plami ishlab chiqilgan. Ularni ushlash, otish, bir-birining ichiga solish, yechish va taqish, ochish va yopish mumkin. Bu ko'nikmalarning barchasi bola hayotida zarur. Katta odamlarda ko'pincha u yoki bu o'yinchoqning qiymati haqida bolalikdagi taassurotlarga asoslangan noto'g'ri tushuncha mavjud bo'ladi. Go'dak zavq bilan atrofidagi narsalarni o'rganadi. Ayniqsa, uni yutuqqa erishish baxtini beruvchi, ijodkorlikka bo'lgan talabini qondiruvchi o'yinchoqlar ta'sirlantiradi. Kitoblar faqat o'qish uchun, kubikchalar esa faqat qurish uchun emas. Cheklangan tasavvurimiz bilan biz kattalar kitobni faqat o'qish kerak, kubikchalardan faqat biror narsa yasash kerak deb hisoblaymiz. Kitoblar va kubikchalar odatda bolaning birinchi o'yinchoqlari bo'ladi. Kattalar bolaga ular bilan qanday o'ynash kerakligi to'g'risida o'z qarashlarini zo'rlab o'tkazadilar. Agar go'dak o'zicha o'ynasa, nima bilan yoki qanday o'ynashidan qat'iy nazar maqsadga erishilgan bo'ladi. Uni to'g'rilash uning ijodiy rivojlanishiga to'sqinlik qilish yoki o'ynash ishtiyoqini umuman yo'qotishiga olib boradi. U kitobdan ko'priklar yasashi yoki unga chizishi, yirtishi ham mumkin. Unga kitobni faqat o'qish uchun bergandan ko'ra, umuman bermagan ma'qul. Kitob o'qishga qiziqishi paydo bo'lganida, albatta uni o'qish qiziqroq ekanligini anglab yetadi. Bolaga faqat bir maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan tayyor o'yinchoq bilan o'ynash zerikarli. O'yinchoq qanchalik qimmat bo'lmasin, agar bola o'z qo'llari bilan uni biror narsa qila olmasa yoki o'z tasavvuri asosida o'zgartira olmasa, u bola uchun qadrli emas. Odatda birinchi farzandga juda ko'p o'yinchoq xarid qilishadi. Ularning ko'pligi go'dakka muhim emasligini anglagach, ikkinchisiga kamroq olib berishadi. Bir nechta, ammo foydali o'yinchoqlar bo'lgani ma'qul. Deyarli barcha ota-ona buni boshdan kechirgan. Go'dak uchun u ushlaydigan va ko'radigan hamma narsa o'ynaydigan buyumdir. Unga umuman o'yinchoqlar sotib olish zarurati yo'q va bolaga tartibga ko'ra o'ynashi lozimligini uqtirish ham yaxshi emas. Plastilin, loy yoki boshqa materialdan biror narsa yasash, qog'ozdan naqshlar kesish va shakllar yasash bolada ijodkorlik kayfiyatini uyg'otadi. Atrofga nazar solsangiz, asrlar davomida ishlatilgan qancha oddiy o'yinchoqlar mavjud ekanidan taajjubga tushasiz. Ular loy, kesish uchun va shakllar yasash uchun rangli qog'ozlardir. Bu materiallar bir umumiy xususiyatga ega. Ular ma'lum bir shakl yoki belgilangan maqsadga ega emas. Boshqacha aytganda, ularga istalgan shaklni berish mumkin. Xuddi shuning uchun ular aqliy qobiliyat tez rivojlanadigan go'daklik davridagi bolalar uchun eng maqbul o'yinchoqlardir. Bola bu materiallar bilan xayoliga kelgan narsasini qilishi mumkin. Tasavvur qilaylik. Biz 1 yoshga to'lmagan chaqaloqqa loy va qog'oz berdik. Bola hech qanday maqsadsiz biror narsa yasash niyati bilan emas, faqat o'rganish uchun ularni ushlaydi. Ammo qo'lida ushlaganida ularning shaklini o'zgartiradi va hayrat bilan bu o'zgarishlarni kuzatadi. Buning o'zi bebaho tajribadir. Bu yoshda go'dak loy va qog'ozni qayta-qayta g'ijimlab ushlab, bu jarayondan zavq oladi. Ongli ravishda harakat va natija o'rtasidagi sabab va oqibat aloqasini tushuna boshlaydi. Sekin-asta u loyga shakl berishga va qog'ozdan kemacha yasashga harakat qila boshlaydi. Bu o'yinchoqlarni bolaning rivojlanish bosqichiga qarab oddiy va murakkab predmetlarga aylantirish mumkin. Go'daklikdan har xil narsalar yasashni boshlagan bola o'z tengdoshlaridan turli malakalarni egallashda sezilarli darajada o'zib ketadi. Bu yerda gap uning tajribaga ega ekanligida yoki loydan narsa yasashni yaxshi ko'rishi yoki yomon ko'rishida emas, balki bu ish uning aqliy va ijodiy qobiliyatlarini uyg'otganidadir. Mohir qo'llar va o'zlikni namoyon qilish bular birinchi, ammo yagona bo'lmagan narsa yasashdagi ko'nikmalardir.
Badiiy obraz bo'yicha o'yinlar bolaning ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Ko'p bor ta'kidlaganimizdek, bunday mashg'ulotlarning asosiy maqsadi musiqa yoki xorijiy til darslari kabi bolaga biror narsani o'rgatish emas, balki uning cheksiz imkoniyatlarini rivojlantirishdir. Badiiy obraz o'yinlari ham shu maqsadga xizmat qiladi. Qobiliyatlarning ochilishi mashhur shaxslarning yoshlik davri kitobi mualliflari kitob so'ngida quyidagi xulosaga kelganlar. Har bir bola qobiliyatidan qat'iy nazar, o'ziga e'tiborli munosabat, rag'bat va yordamga loyiq. Ijtimoiy yoki irqiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, u o'zidagi eng yaxshi narsalarni maksimal rivojlantira olsin. Biz kattalar bunday tushunchani unga berishimiz va ko'maklashishimiz kerak. Bu esa vaqt va sabrni talab etadi. Bolalar yozuvchisi Goro Maki teatr tomoshalarida rol o'ynash bolalar ijodkorligini rivojlantirishning eng yaxshi usullaridan biri deb hisoblaydi. Ammo afsuski, bolada teatr tomoshalaridagi ishtirokining ijobiy ta'siri tezda namoyon bo'lmaydi. Doimo tezkor natijalarni kutuvchi ota-onalar esa bundan umidsizlanib qolishlari mumkin. Men teatrda o'ynaydigan va spektakllar yozadigan bolalarning rivojlanishi kuzatilgan natijalarni ko'rganman. Boshlang'ich maktabning 1 va 2 sinflarida ular o'rtacha yoki o'rtachadan ham past o'qishgan. Ammo tezda oldinga o'tib, boshqa bolalarni ancha ortda qoldirishgan. Men bolalarga teatr tomoshalarida maymunga taqlid qilib o'ynashni taklif etmayapman. Men qalamlar yoki musiqiy asboblardan farqli ravishda tana harakatlari va so'zlar orqali o'zlikni namoyon etishlarini nazarda tutyapman. Albatta, yoshlik davrida teatr tomoshalarida rol o'ynagan bola katta bo'lgach odamlar oldida ajoyib tarzda o'z fikrini ifodalay oladigan bo'lishi isbotlangan. Lekin hammasidan ham muhimi, bolalar orasida kurtak ochayotgan tasavvur qilish qobiliyati va orzularining to'g'ri shakllanishi ularni do'stlari bilan bir xil ish-harakat bajarishi mobaynida namoyon qilishidadir. Aslida o'yin bu o'zini erkin namoyon etish kerak bo'lgan faoliyatdir. Jismoniy mashqlar aql-idrok rivojlanishini tezlashtiradi. Chet eldan qaytganimdan keyin e'tiborimni tortgan narsa ko'pchilik yaponlarning shalvirab yurishi edi. Professor Kuno Akutsu Yaponiya erta rivojlanish uyushmasi topshirig'iga binoan tadqiqotlar o'tkazdi. Unga ko'ra, yurish chog'ida qad-qomatning tekis bo'lmasligi go'daklikda jismoniy mashg'ulotlarning yetarli bo'lmaganligidan ekan. Bolalar eng erta holatda 8 oydan yurishni boshlaydilar. Agar shu yoshda asosiy harakatlar mashq qildirilmasa, ular hech qachon ularni to'g'ri bajarmaydilar. Chunki bunga javob beradigan miya tizimi asoslari kerakli ko'nikmalarga ega bo'lmaydi. Shu ma'noda yurishga doir erta mashqlar ham xuddi musiqa yoki xorijiy til darslari singari muhimdir. Men ota-onalarni quyidagilarga ishontirish uchun bolaning jismoniy tarbiyasi haqida batafsil aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, asosiy harakat ko'nikmalarni chaqaloqlik davridan mashq qildirish kerak. Ikkinchidan, to'g'ri jismoniy tayyorgarlik go'dakning aqliy qobiliyatini go'zal ravishda rag'batlantiradi. Go'daklikda bolaning miyasi tanadan alohida rivojlanmaydi. Aqliy rivojlanish jismoniy va sensor rivojlanish bilan parallel ravishda kechadi. Masalan, suzish nafaqat mushaklarni, balki sezgi reflekslarni ham rivojlantiradi. Professor Akusuning yozishicha, jismoniy mashqlar barcha organlar faoliyatini yaxshilaydi va bolaning tashqi stresslarga chidamliligini oshiradi. Bolani faqatgina ovqatlantirib, g'amxo'rlik qilsangiz ham o'saveradi. Ammo unga boshqa narsa bermasangiz, tug'ilganida ega bo'lgan qobiliyatlari rivojlanmaydi. Jismoniy mashqlar bola rivojlanishining eng asosiy tarkibiy qismlaridandir. Mashqlar mushaklar, suyaklar, ichki organlar va miya rivojlanishini kuchaytiradi. Erta yurishni boshlagan go'dakning zehni juda o'tkir bo'lishi kuzatilgan. Bu esa qizg'in jismoniy mashqlar uning aqliy qobiliyatini rivojlantirganidan dalolat beradi. Chap qo'lni o'ng qo'l bilan birgalikda mashq qildiring. Tanishlaringiz orasida chapaqaylar ko'pmi? Ehtimol bitta yoki ikkitadir.
ikki qo'llaridan foydalana oladigan odamlarchi? Ular undan ham kamroq. Momo Havvo va odam ato unaqay bo'lishganmi? Yo'qmi? Bilmayman. Ammo qaysidir bir davrdan faqat o'ng qo'ldan foydalanish odatga aylangan. Hamma narsa o'ng qo'llilar uchun mo'ljallangan. Avtomashina boshqaruvi, sport uskunalari, oshxona jihozlari va asbob uskunalar. Shuning uchun ota-onalar odat bo'yicha bolalarni o'ng qo'ldan foydalanishga o'rgatadilar. Amerikada Yaponiyaga nisbatan o'ng va chap qo'llaridan birdek foydalanuvchi odamlar ko'p. Ammo o'naqay kishilar chapaqaylardan ko'proq. O'ng qo'lni afzal ko'rishga biror bir asos bormi? Chap qo'lga tayanish yurakka ko'p vazifa yuklaydi degan nazariya mavjud. Ammo yuragi xasta chapaqaylarni hech uchratmaganman. Men yoshligida chapaqay bo'lgan bir insonni bilaman. U o'ng qo'lini ham mashq qildirgan. Hozirda ikkisidan ham erkin foydalanadi. O'ng qo'lini ko'proq ishlatadigan odamlar ko'p. Ammo bolaligidan ikkala qo'lidan ham foydalana oladiganlarga uzun ma'ruzalarni yozayotganda bu juda qo'l keladi. O'ng qo'li tolganda chap qo'lida, chap qo'li tolganda o'ng qo'lida erkin yoza oladi. Buni eshitgach men ham chap qo'limni mashq qildirishga harakat qildim, ammo natija chiqmadi. Mening yoshimda buning imkoniyati yo'q. Chap qo'lda notekis yozdim, hatto koptokni ham mo'ljalga tekkiza olmadim. O'ng va chap qo'l bir vaqtda yaratilgan va ularning tuzilishi hamda bajaradigan vazifalari bir xil. Nega ular turlicha harakat qiladi? Ehtimol yoshlikdan ularga munosabat turlicha bo'lgani uchundir. Maymunlar qo'llarini o'ng va chapga ajratmaydilar. Ular ovqat va o'yin uchun ikkala qo'llaridan ham foydalanadilar. Demak, bu borada odam maymundan zaifroqdir. Shunday taxmin mavjudki, agar ona emizish vaqtida bolani doimo chap qo'lida ushlasa va o'ng qo'li bilan yana biror narsa qilsa, u holatda bolaning o'ng qo'li siqiladi va chap qo'li yaxshiroq rivojlanadi. Ba'zida bola chap qo'lida yozishni boshlaydi va chap qo'li o'ng qo'liga nisbatan yaxshiroq rivojlanadi. Har bir odam agar buni go'daklikdan boshlasa, ham o'ng, ham chap qo'lni rivojlantirishi mumkin. Men aytib o'tgandimki, barmoqlar mashqi aql idrokni rivojlantirishga turtki bo'ladi. Bu nuqtai nazarga ko'ra, chap qo'lni tashlab qo'ymaslik kerak. Bolalar uchun piyoda yurish foydali. Avtomashinalar qatnovi tufayli biz ko'chada o'ynayotgan bolalarni ko'rmaymiz. Onalari ularni qo'llaridan ushlaydilar. O'zlari kalovlanib yurishlariga ruxsat bermaydilar. Siz farzandingiz tezligida sekin yurishga vaqtingiz yo'qligidan shikoyat qilishdan avval piyoda yurish unga naqadar foydali ekanligi haqida o'ylab ko'ring. Piyoda yurganda butun tana harakatlanadi. Tanamizdagi 639 mushakdan 400 tasi piyoda yurganda ishtirok etadi. Boshqa jismoniy mashqlardan farqli ravishda piyoda yurganda bosim va bo'shashish bir maromida almashib turadi. To'g'ri yo'lda yurganda bir oyoqning mushaklari taranglashadi va boshqa oyoqdagisi dam oladi. Energiya sarflamasdan ravon harakat vujudga keladi. Ko'p yozuvchilarning ishlari to'xtab qolsa, piyoda sayr qiladilar, chunki sayr davomida yangi fikrlar paydo bo'ladi. Piyoda yurish fikrlash jarayonini kuchaytirar ehtimol. Biz o'z-o'zidan sodir bo'lishi kerak deb yurish jarayoniga e'tibor bermaymiz. Aslida unday emas. Bo'rilar to'dasida katta bo'lgan ikkita qizcha tarixining ko'rsatishicha, bolaning atrofini emaklab yuruvchi jonzotlar o'rab tursa, u holda bola emaklashda davom etadi. Go'daklikdan bolani piyoda to'g'ri yurishga o'rgatish juda muhim. Oyoqni sudrab yuruvchi odamlar yurishni boshlagan paytlarda doim katta oyoq kiyim kiyganlar degan yangicha fikr bor. Katta oyoq kiyimda yurganida oyog'idan sirg'anib ketaverganidan shunday bo'lib qoladi. Rost yoki yolg'onligi aniq emas-ku, shunday bo'lishi ham mumkin. Harakatlanish qobiliyatlariga ham mashq zarur. Ko'pchilik Ikeda Keiko degan ismni eshitgan deb o'ylayman. U Tokio Olimpiadasida gimnastika musobaqalarida ajoyib chiqish qilib, keyinchalik yoshlarga murabbiylik qilgan sportchi ayoldir. Bola rivojlanishi jurnalida
Ikedaning quyidagi gaplari keltirilgan maqola bor edi. Er-xotin Ikedalar ikkisi ham gimnastlar. O'zlarining birinchi farzandini bizning Yaponiya erta rivojlanish uyushmasi ishlab chiqqan tizimga asosan mashq qildirishga qaror qildilar. Bola tez orada ajoyib jismoniy qobiliyatlarni namoyon etdi. Ota-ona uning iste'dodi bolaga nasldan o'tgan va uning qonida bor deb o'yladilar. Shuning uchun ikkinchi farzandi bilan shug'ullanmadilar va xuddi shu sportchi ota-onadan tug'ilsa-da, u hech qanday sportga xos qobiliyatlarni namoyon qilmadi. Juftlik harakatlanish qobiliyatlari nasldan ko'ra ko'proq mashqlarga bog'liq deb xulosa qildilar. Bizning tana tuzilishimiz va harakatlar muvofiqligi nasldan o'tadi. Ammo tabiat in'om etgan tanani qanchalik rivojlantira olishingiz mashqlarga bog'liq. Tug'ilishdan suzish yoki gimnastika bilan shug'ullanish uchun go'zal tana tuzilishiga ega bo'lsangizda, maxsus mashqlarsiz bu qobiliyat nishonlari rivojlanmaydi. Shu bilan birga, zaif jismoniy qobiliyatlar bilan tug'ilgan bola sportda katta g'alabalarga erishishi mumkin. Avvalroq aytganimiz 5 tilda so'zlashuvchi iste'dodli aka va singil jismonan zaif tug'ilganlar. Ammo astoydil yugurish va badan tarbiya mashqlari yordamida yaxshi natijalarga erishdilar. Qizchani 11 oyligida, akasini esa 2,5 yoshda mashq qildira boshlaganlar. Natijada singlisi akasidan ham yaxshiroq yuguradigan bo'ldi. Bu misol yana bir bor harakatlantiruvchi qobiliyatlar nasliga emas, balki erta mashq qildirishga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Tug'ilishidan sportga qobiliyatli bolaning iqtidori aslida u sport shakllangan muhitda ulg'ayganligi natijasidir. Sport bilan shug'ullanish qancha erta boshlansa, natijalar shunchalik yaxshi bo'ladi. Avval aytib o'tganimizdek, bir necha oylik chaqaloq suzishni, endi yurishni o'rganayotgan bola chang'ida uchishni osongina o'rgana oladi. Katta odamga bu ko'nikmalarni egallash shu qadar qiyin bo'ladiki, hatto o'rganish istagi ham yo'qoladi. Men 40 yoshimdan keyin golf o'ynashni boshlaganman. 15 yildan beri astoydil mashq qilsam-da, hali hamon yomon o'yinchiman. Agar yoshligimda o'rganishni boshlaganimda, bu darajada ko'p zo'riqmasdan yaxshi natijalarga erishardim. Mening bir tanishim o'z farzandlariga biri 7, ikkinchisi 9 yoshga to'lganida golf o'ynashni o'rgata boshladi. 8 yil o'tib ham to'ng'ichi jismonan baquvvatroq va boshqa sportlarda kenjasidan ustun bo'lsa-da, kichigi kattasidan golfda ancha ilgarilab ketdi. Ularning otasi kichik o'g'lining muvaffaqiyati sababini tushunishga harakat qilgan. Yagona sabab bu uning qaysi sport turini ertaroq mashq qila boshlaganidadir. Bola uchun mehnat va o'yin bir xil narsa. Sizlarga yana bir maslahat bermoqchiman. Farzandingiz qancha mehnat qila olsa qilsin, ammo bir shart bilan. Uning harakatlari natijasi siz uchun muhim bo'lmasin. Go'dak uchun ish faoliyati natijasi emas, jarayonning o'zi muhimdir. Biz kattalar esa har bir ish oxiriga yetkazilishini istaymiz. Bunda ish bilan ermak orasida farq ko'ramiz. Bajarilayotgan ish qanchalik oson bo'lmasin, bolaga qanday qilishni ko'rsatish kerak. Ish ko'pincha o'yinda zarur bo'lmagan ehtiyotkorlik va diqqat jamlashni talab etadi. Shuning uchun uyda bolaning oddiy mehnatdagi ishtiroki, uning aql idroki va harakatlantiruvchi qobiliyatlarining rivojlanishi uchun foydali. Tokio universiteti sobiq rahbari Kaya Seijiga bolaligida bog'dagi otlarni o'rgatishlarida katta ma'no bor edi. Bolani skripka, ingliz tili, musiqa kabi mashg'ulotlarga berishdan tashqari, yaqinimizdagi bog'da o'rgatsa bo'ladigan mehnatlar, o't o'rish, sug'orish, pol artish kabi osongina sanalgan yumushlar borligini ota-onalarimiz unutib qo'yishadi. Buni o'rganish oson va kundalik turmushga bevosita aloqasi bor. Albatta, bolani o'z holiga tashlab qo'yish mumkin. Bolaga o'ynashni emas, uyning oddiy yumushlarini bajarishga o'rgatish ancha qiyinroqdir. Ammo o'z hayotini yengillashtirish uchun kichik bolalarni ishlatish zulm deb hisoblaydigan ota-onalar o'z farzandlarini
mehnatdan mahrum qiladilar.